Assalomu alaykum a'lo chorvaning hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari. Xudo xohlasa bugungi 3 bosh. Yetuy bo'g'ozdan deganlarga 15 kun 20 kunda tug'adigan yetuy bo'g'oz birinchisiga. Shved so'raganlarga nemischa gibrididan mana. Bu ham birinchisiga bo'g'oz. Mana bu ham Qirg'iziston shved so'raganlarga mana Qirg'iziston shved. Bu ham 2 kurak xonajin. Xudo xohlasa bitta obzorlarni qilib beramiz. Yo'qsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Jonivorlar sifatlari zo'r, yeb ichishga sog'lig'iga garantiyasi beriladi. Ana jonivor kalalari kelgan. Tabaqalari hamma yo'q. Turoyellari oltita, turoyellar to'rtta joyda, kindiklarigacha bor. Xudo xohlasa bitta obzorni qilib beramiz. Ekranda nomerlarga yo'qsa aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar. Aytilgan narxlarda kami xayri bo'ladi. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixonda. Kelib savdo qilganlarga lokatsiya tashlab beraveramiz. Shahrixonda, O'rta Shahrixonda. Nonlarimiz dastavkasi vodiy bo'ylab tekin. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab tekin edi. Endi cho'pirlar bilan kelisha olmayapmiz. Ozgina tushunmovchilik bo'lyapti. To'g'ri tushunasizlar. Ularni ustiga 1-2 million mindirganda molni o'zini narxini aytib, kelishilgan holatda masofaga qarab sizlarga iloji boricha vohali akalarimizga iloji boricha yordam qilgan holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Kayfiyat tushirmasdan, xudo xohlasa mollarimiz bozordan arzon ham qimmat emas. Muhimi ishonchli, sifatli. Xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bo'lmasam boshladik, mana shu yetuy bo'g'ozdan boshlab obzorlarni qilib beramiz. Bo'ylari aytilgan razmerda chiqishiga garantiya beramiz. Bo'ylarini mana shu aytilgan razmerda o'lchab olaverasizlar, bemalol behijolat. 1.30 ga o'lchab olaverasizlar akalar. Tagini qaranglar jonivorni. Tagida idishni zo'r solyapti. 15 kun 20 kunlik muddat qolgan. Xudo xohlasa tug'ib beradi. Iloyimni ovoz tug'ib bersin, olgan odamni uyiga baraka olib kelsin. O yoshliklarni qaranglar, jonivor. Tasa yosh. To'royelini ishlashiga garantiya beraman. Yoshligiga, yeb ichishiga javob. Bir hafta sinov muddati bor. Bemalol sinab ko'raverasizlar. Molni ko'ryapsizlar. 2 kurakdan endi 3-4-larni ham yorib qo'yibdi. Hali yosh, lekin birinchisiga xudo xolasa molni stoykalariga turishlariga gap bo'lishi mumkin emas. Kallalari bilan orqalari bilan olib beryapsizlar. Jonivor. Labida pamadasi borlardan. Jonivor zo'r. Xudo xolasa yaxshi sigir bo'ladi. Chunki taylari zo'r, qaddi-qomati kelishgan, yaxshi sigir bo'ladi. Narxiga 37.500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Ozgina xayri bor, kelishsa bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Ikkinchi molimiz bo'g'oz. Nemischa gibrididan, to'ni tozasidan, shved tozasidan mana. Joning sog'ligi. Bo'ylarini bitta o'lchaylik-da. Bo'ylari 1.27, 1.25 ga o'lchab olaverasizlar bemalol. Jonivor turishini qaranglar. Joning sog'ligi. Oq quloq, oq tumshuq. To'ni toza, sifatli, zo'ridan. 2 kurak. Endi 2 kuraklarni chiqargan. Ular 1.5 stakan tuyoq. Yelinlari ham zo'r holatda. Yoshliklariga gap bo'lishi mumkin emas. Jonivor xudo xolasa yaxshi sigir bo'ladi bu ham. Yoshliklari bo'lsin, gap bo'lishi mumkin emas. Xohlagan tomonlardan ko'rasizlar. Yelinlari 4 joyda. Turoyelni but-butun so'gal-po'gal unaqa narsalari yo'q. Xudo xolasa molni sifati zo'r. Bo'g'ozligi 4 oy. 4 oy, 3,5 oy, 4 oyga yaqinlashib qoldi. Bemalol doktorlarga qo'l so'giz olaverasizlar. Bo'lmasam o'zimda ham sevinkasi bor. Bemalol doktorlarga tekshirib, o'zi apparatga tekshiringlar faqat, chunki qo'l solsa aytmasligi mumkin. Ko'p doktorlar bilmayapti. O'zi hammada
uzi apparati bo'lib ketdi. Bemalol uzi apparatilarga qo'l soldiraverasizlar. Bir-biriga yaqinlashib qoldi. Jonivor. Mana bu ham 2 yurak xunaji. Qirg'iz shvetini. Buni ham 1.25 ga o'lchaverasizlar. Tagini qaranglar uni. Jonivor. Tak. Rosa sigir qiladigan zo'rmalaganda. Tak. Xo'sh. Yoshilar zo'r xudo xolasa, ozgina mendan qo'rqyapti. Tak. Ha. Jonivor rosa yosh. Shundan o'tgan, tarbiyasi qilingan xunaji mazaq sigir qilasizlar. Ular 1.25 2 yurak eni chiqargan. Yelinlari oq tutay, zo'r, uzun, maza qilib boqadigan, chiroyli, sifatli mol. Narxi 23 million 500 ming so'm. Ozgina xayri bor, vodiy bo'lib dastavka qilib beraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Bugunga kamroq bo'ldi, lekin xudo xolasa iloji boricha sifatligini olib kelib qo'yishga harakat qilyapmiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Hammalarga kattakon rahmat. Akalar, mollar yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.